Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Kazan, Nijniy Chili, Nijniy Kamskiy, Toshkent, Moskva, Chipaksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan reysiy avtobuslarimiz amalga oshirilmoqda. Sizga ham xuddi shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube, Telegram, Instagram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham siz o'z savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha haftada 3 kun, seshanba, juma, shanba kunlari. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da xuddi shunday reysiy komfort avtobuslarimiz sizni o'z manziliga olib borib qo'yadi. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, u yerda 2 ta monitor, 2 ta kuller, zaryadchi moslamalari va qishin yozin ishlaydigan konditsionerlar va 50 kilodan 60 kilogacha siz o'zingiz bilan yuk olsangiz bo'ladi. Bizning ishonchli xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, biz bilan bog'laning, tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr, salomat.